Har qanday holatda har kim isbot va dalili bilan yuradi, lekin kezi kelsa yoningda o'zingni himoya qilish uchun qurol bo'lmasligi mumkin. Masalan, brakonyerlarga qarshi kurash olib boradigan ekologiya inspektorlarida qurollar bo'lmaydi. Albatta, Qoraqalpog'istonda kuzatilayotgan vaziyatdan keyin balki bu masalani o'ylab ko'rish kerakdir. Brakonyerlar inspektorlarga tahdid qilgan. Bu haqda inspektorning o'zi gapirib berdi muxbirimizga. Onda sizlar dedi, ikkitang dedi bagajga sig'asiz dedi. Bittang rulni aydisiz, bittasi bu yerda o'tirdi, bittasi miltig'i bor, ortda o'tirdi. Miltiq bu yerda tirik o'tiribdi. Qashimdagi inspektorning ikkita cherigim bilan cho'qorda o'tirdik biz sho'lda. Sizlarni dedi atamiz dedi. O'ldiramiz. Hozir sizlar bizlarni ko'rdingiz. Video syomkaga olib qoldik ularni. Telefonlarini yig'ib oldi barini, sim kartlarini quduqqa tashladi suv ichgan yerda. 2 kun cho'lda brakonyerlar bilan qolgan 3 inspektor orasida Qibla Ustyurt Milliy tabiat bog'ining bosh inspektori Omongeldi Minbayev ham bor edi. Yugurdik, Qasimdan sherigim aytdim, yugur dedim, mashinani siraz ol dedim bor. Mashina oldi, ulgurdik mashinani olib. Asosiy muammo ularda qurol bor, inspektorlarda esa yo'q edi. Sababi ularga bu kabi vositalardan foydalanish taqiqlangan. Lekin ular shu holatda ham brakonyerlarga qarshi chiqa olishadi. O'tgan yilning kuz oyida esa brakonyerlar tomonidan qo'lga olingan inspektorlar cho'ldan chiqishga 20 kilometr qolganda 4 ta balloni yorilgan holatda qolib ketishadi. Shunga qaramasdan manzilga yetib borib ovchilarni topishadi. Hozirda ular 4 yilga qamoq jazosiga hukm qilingan. Sevamiz kasbimizni. Bunaqangi jonivorlarni ko'z bilan ko'rish, avlodga yetkazish katta sharaf deb o'ylayman o'zim uchun. 7 million gektar maydonni egallagan tekislikdagi eng sevimli manzilim qoplonqir deydi tabiat qo'riqchisi. Janubiy Ustyurt milliy bog'ining bu qismida qoplonlar, ya'ni gepardlar yashagani uchun bu manzil qoplonqir deb atalgan. Hozirgi paytda bu yerda Qizil kitobga kiritilgan cho'l bo'risi, toshbaqa, arxar, qulonlar va mayda kemiruvchilar yashaydi. Agar sizda ham bu yerga borish istagi paydo bo'lgan bo'lsa, shoshilmang. Sababi bu yerga kirish uchun maxsus ruxsatnoma olish zarur. Ayni paytda bizning mashinamiz loyga botib qoldi. Uni chiqarish uchun boshqa mashina yo'lga chiqdi. Ungacha biz bu yerda ularni kutib turamiz. Bir oyda deyarli 15-20 kunni cho'llarda o'tkazuvchi inspektorlar har bir safar uchun 300-350 litr benzin bilan chiqishadi. Bu vaqt davomida bosib o'tilgan masofa esa 1100 kilometrdan ortadi. To'satdan chang ko'tarilishni brakonyerlar deb taxmin qilib yo'lga chiqqan inspektorlar kutilmaganda Qizil kitobga kiritilgan qulonlar oilasiga duch kelishdi. Eski mashina, qurolsizlik va asosiy muammolardan yana biri ratsiyaning 1,5 kilometrdan uzoqda ishlamasligi. Bo'lmasa aloqa ham yo'qoladi. Davlat ekologiya qo'mitasining matbuot kotibining aytishicha, hozirda respublika bo'yicha qo'riqxonalarga 30 ta Niva mashinasi ajratilayotgan ekan. Ishini sidqidildan bajaruvchi 2 jasoratli inspektorlarning endilikda oldiga qo'ygan asosiy maqsadlardan biri Guinness rekordlariga kiritilgan dunyodagi eng qo'rqmas sut emizuvchi asalxo'rni fotoqopqonga olish. Buning uchun esa ularga ba'zi imkoniyatlar kerak. Umida Qodirova, Hojiakbar Bahodirov, Markaziy studiya uchun.